Assalomu alaykum, Mototoz kanali obunachilari. Yangiliklarni bombasini qilamiz. Ya'ni suv tekin narxda sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarni narxini tushiramiz. Ishoningizlar, bunaqa narx oldingi aytganimdek, bunaqa narx uncha-muncha joyda bunday arzon sifatli kultivatorlarni bermaydi. Ko'rishingiz mumkin, balonlari, ya'ni 8 ga 400 balonlar, sifati zo'r, baklari 3 litrlik, ya'ni King Mars degan kultivatorimiz sifati juda ham yaxshi bo'ladi. Bular avtomat korobka bo'ladi. Ikkita skorostlik avtomat korobka, rullari ham hamma tarafi ixcham chiqarilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini rostdan ham oldingi videolarda 3,5 million, 4 million qo'yilganini hozirgi kunda kelib narxini suv tekin narxga tushiramiz deganmiz. Ishoningizlar, 2 million 850 ming so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, bunaqa narx bo'lmagan. Juda ham arzon aksiyadagi motokultivatorlarni sotib olishga shoshilamiz. Pichog'i 4 qatorlik, mayda katta bo'ladigan bo'ladi. Boshqa joylarda buni to'g'risi 3,5 million so'm sotishyapti. 2 million 850 ming so'mga bor yo'g'i kelib, sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarni xarid qilishingiz mumkin. Keyingi motokultivatorimiz bundan salgina farq qiladi. Nima taraflama? Rul taraflama va balon taraflama farq qiladi. Chunki buni baloni o'ngga 400 bo'ladi, 8 ga 400 emas, o'ngga 400. Qulayroq ishlab chiqarilgan va rullari salgina uzunroq ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka bo'ladi. Hatto mana gazlarni ham qiladigani temirlik bo'ladi, plastmassidan emas. Sifati juda ham yaxshi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini 2 million 950 ming so'm. O'zi boshida o'ylagan bo'lsangiz kerak, bu endi kattaroq bo'lsa narxi qimmatroq bo'ladi deb. Yo'q, buni ham narxini juda ham arzonga belgiladik. Keyingilari baki 5 litrligini ko'rsatamiz. Everest brendiga tegishli, sifati juda ham yaxshi, 7-6 kishilik original motokultivatordan biri, mana uyib yozilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsa, xuddi shunday aksiyadagi chegirma narximizni davom ettiramiz. Ko'pchilik mijozlar ulgurmay qolganligi uchun 2 million 900 ming so'm qilib beramiz. Bor yo'g'i 2 million 900 ming so'mga 4,5 million so'mlik sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarni olib ketishingiz mumkin. 7-6 kishilik avtomat korobka bo'ladi. Bu ham pichog'i o'zgaruvchan bo'ladi. Hammasi temirlik, avtomat korobkalik, sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlardan biri. Keyingisi, ya'ni rementligini so'raganlarga, mana rementligini, buni ham narxini suv tekin narxga tushirdik. Buni narxini 2 million 500 ming so'mga tushirdik. Suv tekin narxda. Ishoningizlar, bunaqasi realni aytaman, hali beri bo'lmagan. 2 million 500 ming so'mga rementlik 7-60lik sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarni Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi motokultivatorimiz, ya'ni 17-60lik Excalibur motokultivatorimiz. Buni narxini 9,5 million, 11 milliongacha sotilgan. Dizelli, ya'ni saralkada ishlaydi. Balonlari, ya'ni 600 ga 12 Zubr balon qo'yilgan, akkumulyatorlari Damazli akkumulyatorlar qo'yilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shu aytganimdek, 11 million 9,5 million sotgan motokultivatorni 7 million 900 ming so'mga bor yo'g'i xarid qilishingiz mumkin. Ishoningizlar, 7 million 900 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan motokultivator xarid qilyapsiz. Keyingi motokultivatorimizdan biri, ya'ni bu King Mars. Xuddi shu King Marsni, ya'ni 15-ot kuchligi. 15-ot kuchligi benzinlikni ham narxini ishoningizlar suv tekin narxga tushiramiz. 15-ot kuchli motokultivatorlar o'zi narxi 8,5 million so'm edi. Endi narxini eshitishingizlarcha men nechta narx aytaman. 5 million 800 ming so'mga siz 15-ot kuchli motokultivatorni kattasini, bahaybatini, pichog'i 5 qatorlik, 4 qatorlik emas, boshqa mana 5 qatorligini faqatgina Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Narximiz arzon bo'lsa, rostdan ham bitta laykni bosib qo'yasiz. Keyingi motokultivatorimiz, ya'ni 9 ot kuchiga ega, ya'ni 9 ot kuchiga ega. Bu ham shu motorlari katta bo'ladi, balonlari katta, pichog'i 5 qatorlik. Buni narxiga keladigan bo'lsa, bu narxini bor yo'g'i 5,5 million so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, 7,5 million sotilgan motokultivatorlarni 5,5 million so'mdan, ya'ni 5,5 million so'mga to'g'risi aytsam 7 ot kuchi beradi. Endi 9 ot kuchlik 5 qatorlik pichog'i borini Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Juda ham arzon narxdagi, sifati zo'r bo'lgan, ko'rib turganingizdek kultivatorlarni faqatgina Mototolsdan arzon narxlarda xarid qilasiz va garantiyalari bilan birga bo'ladi. Keyingisi, ya'ni yangiliklardan biri, ko'pchilik qurilishda ishlatayotgan yoki dehqonchilik akalarimiz bor. Aravachalarimiz kelgan. Mana oldingi videolarda ham ko'rsatganmiz. Bu aravachalar juda ham ixcham, yengilgina chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir qo'l bilan ham ko'tarsangiz bo'ladi. Eramax brendiga tegishli, juda ham yengil, metallari zo'r, zavodskoy arava. Buning narxini bozorlarda 750 ming so'm sotishyapti.
Bizni Mototos kanalimizdan 490 ming so'mga, bor yo'g'i 490 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan zavodskoy aravalarni xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizni ham tushuntirib o'taman. Manzilimizni so'raganlarga, ya'ni ko'pchilik arzon narxlarda qayerga bora olsak bo'ladi? Ya'ni Sobir Rahimov metro, hozir Olmazor metro deyiladi. Olmazor metrodan shunday chiqqaningizda o'zi Do'mrobod bozori mana yerda ko'rinadi. Do'mrobod deb yozilgan, ya'ni Stroy material bozori. Shuni qarama-qarshi tarafida bizning bozorimiz, ya'ni Toshkent Zenner deb yozilgan Mototos do'konimiz, ya'ni motokultivator, aravachalar sifati zo'r, ya'ni boshqa texnikalarni arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz, ya'ni 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.